Otabek shoshmang, bu davochilik emas, bu boyagidek emas. Avtomasmi bu o'zi Yo'q, yo'qlaydi? bu o'zi yopiladigan emas. Mana shu dush kabina nechi pul? Bu dush kabinamiz 4,5 millionga chiqadi. Aka, namcha qilma. Boshqa joyda buni arzonroq varianti ham bor. Xuddi shunday, shunga o'xshaydi, lekin o'xshagan narsa birga bir to'g'ri kelmasligi mumkin. U oynalarimiz Ko'rinishi bir xil. ko'rinishi bir xil. Chunki u oynasi 6 mmlik bo'ladi, buniki 8 mmlik. Buni metali 304 nержавейка bo'ladi. Qora bo'lgani bilan tagi o'zi asli 304 nержавейка, zanglamaydi, chirimaydi. Ular esa alyuminiydan qilingan bo'ladi. Shuning uchun ko'pchilik ana shu 1 million, 1,5 million oradagi farq bilan arzonni tanlashadi, lekin bu sifat emas. Mana siz aytyapsiz 8 bu deyapsiz, bu 6 deyapsiz. Nima farqi bor aka? Baribir ham dush kabina-ku. To'g'ri, 6 bilan 8 nimaga farqi bor desangiz, mana shu dush kabinani o'ynashman, o'ynamaydi. Tushunasizmi? Agar 6 mmlik bo'lsa, oldidagi mana bu profil ham 6 mmlikda bo'lmaydi, rezin qo'yishadi. U shunga o'xshaydi, lekin bu narsa bo'lmaydi. Shuni suratga ko'rgandan keyin bir xilga o'xshaydi, lekin bir xil chiqmaydi. Chunki agar kim o'ziga shunaqa seriyozniy premiumdagi dush kabinani xohlasa, agar mana 304 markadan nержавейкаdan qilib beramiz, sifat qilib beramiz Otabek. Agar sizga shunaqa dush kabina kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qiling.